Akamlar do'konimizdan sizga palto, kurtka, plash yetmaganiga shuba ham olib berdilar. Akamlar bitta mana shu kurtkaga arzimaylami? Kurtkalarimizni ko'rsangiz bo'ladi. Mexlari naturalniy babyor. Zamsh bilan plashovka kombinatsiya qilingan. Bu fasonimizni o'sha davlat ishida ishlaydigan akalarimizga juda ham mos keladigan fason. Bu fasonimizni ham ko'rsangiz bo'ladi. Bozorchi, tadbirkor akalarimizga mos keladigan kapchonkalari bor. Mexlari muton bo'ladi naturalniy. Bu ham klassik fasonimiz. Savlatli akalarimizga juda ham yarashadigan uzunligi 80 cm kurtkamiz. Bu o'sha sumka tutishi yoqtirmaydigan akamlarga beyo'chonchiga dollar hisob qo'yasiz, beyo'chonchiga so'mlaringizni karta qolgan o'zingizga o'sha kerakli narsalarni solib qo'yaverasiz. Bu fasonimiz ham juda ham chiroyli bo'ladi. Sportsmen akalarimizga yarashadigan fasonimizdan ko'rsanglar bo'ladi. Kapshonkalari mexli va ham naturalniy muton. Uzunligi 85 cm. Murskoy paltoinglar bormi deb so'rashadi bizdan. Do'konimizga kelib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Murskoy paltolarimiz ham bor. Mabodo sizlarga boshqa fasonlardan ham zakaz qilib beramiz. Murskoy kurtkalarimizning narxiga keladigan bo'lsak, 292 dollardan boshlanadi. 40% 1+1 aksiyasida xarid qilasiz. O'shanda ham opa o'zingizga foyda qilasiz. Mana shunaqa chiroyli bo'lgan naturalniy norkali kurtkamizni 1+1 aksiyasida qo'shib olsangiz bo'ladi. Hammanglarni Imperiya Palto Kashmir do'konimizda kutib qolamiz.